Nogahon omadim chopmaganda ham, oqar daryolarim oqmaganda ham, gaplarim hech kimga yoqmaganda ham, Allohdan baxtimning so'ragan inson, yaxshiyam siz borsiz, siz bor otajon, yaxshiyam siz borsiz, siz bor onajon. Men bu she'rni bezga aytganlarimga hurmatli bizning ijtimoiy tomon qadrdan insonlar, otam meni davlatim, onam esa jannatim degan chiroyli iboralar bor. Bugun haqiqatan o'zi halol mehnat evaziga obro' topgan, hurmat, izzat, e'tibor, e'tirof topgan oilada bugun chiroyli kunimiz duo qilamiz. Ya'ni bugun hurmat ehtirom bilan bir baxtlidan baxtli kunlarni duo qilish maqsadida degan bugun Faxriddin og'amiz bilan Gavharjon akamiz oilasida chiroyli kun. Bugun Gavharjon akamizni mush-musha qaraganda 57 yoshga kirish munosabati bilan Shabab Stadiya bepur sahna bezaklari bilan geldik davramizda. Brigada faoliyatini eslasa xizmat qilamiz, xizmatlarimiz cheksiz hozirda davramizda. Qirolicham bu mening onam degan qo'shiq bilan bugungi davramizni qirolichasi Gavharjon opamizni davraga taklif qilamiz. Marhamat, kutib olamiz. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicham, 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 bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicham, qirolicham, qirolicham. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkaga o'tsin. Menga o'tar kim qani, kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicham, 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 bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicham, qirolicham, qirolicham. Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Afganlar, biylar, halollar, ammalar, Gavharjon akam tashlab kelgan hammalar, hammangizni qalamingizga hasanat. Gavharjon bilan Faxriddin Mirzo bo'lsin, yuza kelganda yosh bo'lsin, bog'alari bosh bo'lsin deganlar chiroyli qasak chalamiz. Salom bo'linglar, chiroyli qasaklar. Bugun hamma qasaklar Gavharjon aka aynan siz uchun bo'ladi. Gavharjon aka assalomu alaykum. Ko'rishaveraymi? Yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xudoga assalomu alaykum. Jalomisiz, omonsiz? Sen ham bo'lar edi. Yo'q, hammani Faxriddin o'ldirardi o'g'ri. Adashmasi yo'q. Ko'rgan kunim shu bo'lar dedi bu. Gavharjon aka tabriklayman.
Mishmisha qaraganda 57 dedilar. Lekin afsuski yolg'on gap. Hali 17 dan umuman o'tganingiz yo'q. Kerak bo'lsa 20 yoshda chiroyli qilib yubiley berib sizni haj safarlarga yubormoq albatta niyatlari bor. Bugun farzandlaringizdan bittagina so'z keldiki, sizni ota-onangizdan novi qarzingiz bor desa, ular sizdan bitta qarzi bor ekan. Bu sizlar bergan oq suyingizni, mehnatingizni rohatlar farzandingizga sizga aytdilar. Ota-onamdan inshaalloh haj qarzim bor degan shiorni olsa bugun berishiga keldik. Bugun sizni o'zim nomimdan, oila a'zomiz nomidan ijtimoiy tarmoqlarda va internet sahifalarida ko'rib turgan Shavot City kanalimizni ayni vaqtda 41 ming dona obunachimiz nomidan hamda Shavot Sadiya Dekor sahna bezaklari ma'muriyati va rahbariyat nomidan chin dildan samimiy tabrigimiz. Otajon, onajon, Otajon, onajon, bu so'zimni senga bag'ishlayman, senga azizam. Yo'q, so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishlayman, senga volidam. Sen mening Allohning qudrati bilan yaratding ona, hadya etding meni yorug' dunyoga. Yaratding qalbingdan, bag'ishlading jon, qancha so'qmoqlardan o'tding avaylab. Shukr qilaman bu dunyoda onajonim boriga. Otajon, oshma yetding meni hayotga yerga. Ko'zimni to'ldirding nurli ziyoga. Sen hadya etding ota, duoing bilan odamiy yo'lga. Ko'ysang yig'ladim, erkalasang kuldim. Shu bagiz bag'ringda ulg'aydim ota. Shukr qilaman bu dunyoda otajonim boriga. Senga ikki qo'llab talpindim doim. Ba'zan belanchakda, ba'zan beshikdan. Men senga intildim quyoshim oyim. Ba'zan devor oshar, ba'zan eshikdan. Sen menga intilding, men esa senga. Qalbim bog'liq ekan qalbing toriga. Sen menga intilding, men esa senga. Men senga intildim, sen esa menga. Shukrimni aytaman otam, onam boriga deganlar. Endi Yahyosh aka bugungi rejissyorlarni, muallif va bastakorlarni, prodyuserlarni va administratorlarni sizga donishtirib o'tamiz. Qarang, bugun sizni samimiy tabrikimiz avvalambor farzandlar jamoalarimiz nomidan aytadi-ku, ikki qizni voyaga yetkazib turmushga bergan onani, otani jannat oyog'ini olsa deydi. Bu jannatdan sizlar o'tib ketgan ekansizlar, qaradimda. Sizlar 3 ta jannat eshigini ochib, jannatga kirgan ekansizlar. Qarang, endi bugun farzandlar nomidan alohida samimiy tabriklayman. Gulhayot qizingiz nomidan, Dorshodbek o'g'lingiz nomidan, Risolat qizingiz nomidan, Otabek o'g'lingiz nomidan, Lobarxon qizingiz nomidan, Bekzodbek o'g'lingiz nomidan, Laylo qizingiz nomidan, Muzaffar o'g'lingiz nomidan, To'xtajon qizingiz nomidan, Sanjarbek o'g'lingiz nomidan, Marjona qizingiz nomidan, Azamat o'g'lingiz nomidan hamda Rossiyada telefon olsa, telefon qilib tabriklab turdi. Bular bilan birgalikda mehnat faoliyatlarini davom ettirgan Zarina degan qiz o'zidan ismi kim ekanligini? Taniman. Shu pul tashlab beribdi. Gapni ishlatib turinglar, iltimos. Bo'ladi. Yahojatga qarab-da, hech kim bermay tashlab qo'ygan pulni. Menga pulni emas, menga pulni qizangiz berdi. Buni pulni dinsiz bashlar kerak. Lekin bularni aldab qo'yish mumkin-da. Opa, bu zamonni ishlatgani yolg'on gapirdilar. Sababi onajon, siz bularni o'zingiz yolg'on bilan voyaga yetkazsizlar. Bilasizmi? Hayotda eng yolg'onchi inson bu ona bo'ladi ekan. Siz yolg'on gapirganmisiz? Yo'q. Umuman yolg'on gapirmaganmisiz? Yolg'on gapirgan yomon. Yolg'on gapirganni yomon ko'rasiz. Aslan shu yolg'on gapirgansizlar. Qachon yolg'on gapirdim? Tuhmat qilmang onajon. Qarang gapirib, gaplashib olamiz. Olding. Alaykum assalom. Masom kanada kechakmakan. Yahyosh aka. Oldingizda ovqat bor. 6 ta qiz hali yosh. Oldingizda ovqat bor. Bog'alari qorningiz och. Lekin bolam san yemani qornimda o'qib aytganmisiz? Yo'q, hamma ovqatni o'zim yegaman, bolalar boqib. Lekin ishondim. Siz menimcha Faxriddin ammo ovqatini yegan bo'lsangiz kerak. Menga bir ham ovqat berma, hammasini o'zim Yo'q, shuni aytaman. Salomat bo'ling onajon. Endi bugun bizlarning kelishimizga sababchi bo'lgan insonlar bu albatta sizni Laylamadi qizingiz. Bugun bizlarni aynan beri kelishimizga 15 kundan beri to'xtamasdan telefon qilib, bir soat ichida 20 marta telefon qilgan inson bu Laylo qizingiz bo'lib qoladi sizni. Alohida tabiiylar qo'shinib yurdi, to'xta xabarda bo'lib isma deb qo'ydi. Bugun og'a bo'lmas, savdolar o'tirib. Endi bugun sizga sovg'alar berildi. Sovg'alar gul, chiroyli tortlar berildi. Faxriddin aka bolani anasini bering. Bering. Bog'alar pulni olib o'tdi. Shu tortda, Faxriddin oldilar, shu tortni. Faxriddin aka, qarang. Sizga to'rt berishimiz ham sababi borda.
Gavhar Jobonni gavhar bo'lib ochilib urishni sizni hissangiz katta bo'ladi. Xotinini urgan erkak emas, ayolini hurmat qilgan erkak deganlar. Shunchalik qizi voyaga yetkazib baxtini ko'rgan va baxtga yasovchi inson albatta siz bo'lasiz. Bezga qilmagan ota mening davlatimda. Faxrdirmon kasetcha qo'ylar. Soninglar, qattiq soninglar. Salomlar biling, salom qiling. Endi qarang, kimdan so'z beramiz? Olsun canım. Lüybiş çıkana. Esa gaplab berasiz. Gel. Aytgan ne ish o'rdayin tutup o'yin bo'lsin dedilar. Esa biz oz berdi hammani gaplatimiz. Bir 3-4 odam gapirganimizda qolganlar o'yin beramiz. Bo'ladimi kelsa? Bak, siz boshlab boring. Qiston men tezroq gapiravering. Bizim nutkum kemra. Yine Olsuncan. Bugünkü doğulgan gününden tebrikliymen. Kudayım işi kızlarının rahatını görgüşen. Fahreddin bilen den yaşap, den karıp, aktık çoluklarının rahatını görgüşen. Sana istegençe yaştırımen. Ömrün uzak bulsun. Hem vakt Fahreddin bilen yakşı günlerin işinin bulsun. Ama sağlık, selametlik. Hiç geçen yaman gün görmeyin sıra. Ama şu uruşma, arak uruşma bile, ne bile, sıra. Rahmat, salom bo'lin. Odam do'g'a. Yaxshi. Odamlarning. Dayı, Hurmatli ağayın. Ina Gever benim bilen uzak yaş, bak saadetli olunlar. Evvelem bir toyunuz bolganda aytılgandı bu sözde. Ina yubiley yaşları 57 yaşlardı mı? 80 mi ya? Birisi girme. İbrahim birisi girme yaşından işinde etip acayip etip götürüp oturuş nasip etsin. Bunlara bak saadet bundan keyinki işlerinde acayip rivajlar. Şu yine aktıklarını oynak gülüp acayip edip terbiyeler bulandan işini kızardı etip satıp raketini görüp otursun. Hava. Bunlara uzak yaş. Özleri Allah Teala'na verilen yaşını oynak gülüp yaşasınlar. Beni tireyim şu. Ağayın. Senin tebrik kime? Rahmat, salom bo'ling. Yaxshi tilaklar va isaylar uchun do'ylar gaplar. Opa singilni xabarda olmagan erkakka jannat harom deganlar. Bugun men opalarni yo'llarda quvoshganlarni guvoh qilib o'tirgan siz gapirasiz, Mahmud og'a. Öpkemi tebriklimen. Fahreddin ağam bilan uzak yaşasın ve farzandlarni rahatini görsünler. 100 yaşından gelip tebriklep oturuş nasip etsin bizlere. Baxtlı bo'lsinlar. Yaxshi. Mansur opa qani? Mansur opa quda? Mansur opa qani siz? Qani Darmanjon opa qani siz? Darmanjon opa keling. Şu kudamız Gevercan'a, Zakını, Fahreddin bilan koşa qarasın. Baktık çoğunlukları, yoğunlukları bulup, hemmesinin rahatını görüp, hem Mahmudam to'ylab kelaveren. Rahmat, salom bo'ling. Nuqulchab ko'z gaping. Rahmet. Bir ağa sizlarni doğulgan günleringiz bilan tebrikliyman. Hava iloyim qo'sha qarag'izlar. Hava hiç kaçan yaman gün görmeyizler. Şu aktıklarını, çoğuluklarını, hemmesinin rahatını görüş nasip etsin. Hava. En yaman günleriniz şunun olsun. Daim hemen önünde yaxşı gün olsun. Baba Murat, sana da rahmet. Kasandan olsan. Kim Zarafshon biyi? Men Zarafshon deysiz. Shu da gapiraymi? Nega bu deysiz? Olsun yanına o'tjekman axir. Yaxshina olsun can geldi. Doğulganingiz bilan tebrikliyman. Şu Fahreddin ağam bilan teng yashab, teng qarib, bola chaqalarni, aktivlarni hammasini rahatini ko'rish nasib etsin Xudoyim. Hem bak şimdi yubileylarni ham o'tirib o'tirar 100-120 yosh yubiley. Tebrikliyman. Rahmat, o'pishtiring, mana shunaqa so'zlar turibdi. Keling, qo'ying. Kay, Manzuratga qaraysiz, Xudoba. O'ting Manzuratga. Yepeng chiroyli. Şu öpkeme Kudayım 120 yaş dilemen.
Allah talam istegençe ömür versin. Aktık, yoğluk, çoğuluk, yatlıklanam görüp nasip etsin. Pakatan bilen denk arasın. Rahmat salomat. Ay kime chaqirayım? Odam yo'liqda yashayapti. Qani mehribon? Yo, bular o'ynayman deb turadi. Bular o'zi gapni kamaytiring, o'yin qo'shib qo'ymayman deb turadi. Keling. Mehribon, doğan desene. Gerekçe kakam bilen den yaşap den karın. Şimdi yaşlarının köpünü göreyim. 100 yaşlara girgenden hepsinden oturuş nasip etsin. Hacı anne, hacı baba bulup yürüyüş. Hemişe nasip etsin. Görcepke tebriklimen siz olan gününüz bilen. Pakatan bilen den karı, den yaşap, aktık, çoğuluk, yoğuluk görüş nasip etsin. Xudoyim bize baktığımız adam sağ aman yürgeysiz. İlahim birgelikten. Bunday dolgan günlerini köpünü görüş nasip eteversin. 120 yaşlarım işinde edip oturuş nasip etsin. Tebriklimen. Görep ha size 120 yaşlarına paketlerim. Den yaşap, den karım. Şu bağlan aktıklarını hazır üstünü görüp okumak size nasip etsin. Tebrikliyimiz. Sağ aman yürüyün. Rahmet. Bo'ldi. Kimga beryapti? Ullu qanaqani xotini yerda qani? Qani ullu qanaqani xotini? Denglar ullu qanaqani xotini? Aytdim Faxriddin ona. Etkecan, doğan gününüz bilen tebrikliymen. Şvaklıktan bilen den yaşap, den karıp, uğur kızlarınızı rahatını görüp, aktıklarınızı, toylarını görüp oynap yürüyeceksiniz. Hemişe emmemize baş olup, müşetin den gününü görmeyeceksiniz. Yüzünüzden gülgü aramasın. Her bir gününüz gülüşüm gibi olsun. Rahmet. Kuançlı gün gibi olsun. Rahmet. Rahmat salomat. Yaxshi tilaklarimni hissaytarim uchun rahmat. Ay, bo'ldimi? Bo'pti. Asa endi Faxriddinga o'xshab gapni farzand arjmonlardan qiyzardan alohida ta'minlatinglar. Sababi unga biza qiyzar sababchi bo'lgan tilaklarimizni birinchi katta qizi Gulhayotdan boshlaymiz. Ekan bilan apam hem vaqt bizden yanımızda. İşte baş kaç bulup durun bizden baktığımızda hem var. Bağlam bilentirgende, kudakalasa, aktık, çoğunlukları görgen. Hem gelsin. Rahmat salomat bo'ling. Gulhayot gapirdi. Risolat Rossiyada ekan, sog'omon kelinglar. Do'ltoshga esa sevgimiz Alloh taolo baraka topsin. Kim? Lodar qani? Lodar. Amasa kelinglar, Do'ltoshga kelinglar. Laylo. Qani rejissor qani? Qani? Kelinglar. Gel. Apa doğan gününüz bilen tebrikliymen. 120 yaşlara girin. Hemişe bizden baktığımızda sağ aman bu yürgeysiz. Rahmat salomat bo'ling. Tabriklayman uchun. To'xtajan qani? Keng to'xtajan. Apa doğan gününüz bilen tebrikliymen. 120 yaşlara girgeysiz. Eken sizden bizden baktığımızda sağ salamet, den yaşap, den karı kaysalar. Toylarımızdan hem şu bağlarımız toylarından hem baş kaç bulup yürgeysiz. 140 yaşlara girgeysiler, ikin den yaşap, den karı kaysalar. Rahmat. Marjona qani? Keng Marjona. Ay, havo to'xtamang. Apama baktırayım. Apam leyken den yaşap, den karısın. Bize baktığımızda bir şey sağ salamet yürüsün. Rahmat. Onang izzasi tang'iligi bor, ota duosi qalbiy xori bor. Agar xushnumolar bo'lsin desang, yor dunyoda azizam onam deb yasha, suyangan tog'imsiz otam deb yasha, mahkamsiz Madina onam deb yasha, yakka yolg'izim otam deb yasha. Tabrigimizni farzandlarini padar buzrukvori Assalomu alaykum. Qatnashchilar, rahmat. Şimdi neye gelipçiler iloya hemmeyiz gününüzde işini yapıp barıp oturup nasip etsin. Yaxshi günlerinizde yaman gün bo'lmasin. Hatun tebrikliymiz. Rahmet. Şu 150'ye gir. Orka bo'ladi. Qarabet bo'ldi, yaxshi rahmat. Gorka bo'lsa ayaya budik, to'g'rimi? Salomat bo'ling, tushunamiz. Yo'q, tabriklayman.
Uzak ömür dilerim. Hamma dileklere koşuşamız. Hazır söz desek bari bir yoramiz. Bir yerde yaman niyetli adam yok. Sebebi için oturgalı kütük kaldı. Bunlarımız yerik olmasınlar. Sizi bugün yana bir bora özüm namından devramızda Şava Sayıda Dekor Mamuriyatı namına, Şava City kanal namına Allah'ın barakatı ataman. Özünüzü minnettarçılığınızı güvah olmanız rahmet. Rahmet. Şunu yetib, farzandlarim şunday nelerni uyushtirgan ekan. Farzandlarime katta rahmatlar aytaman. Menden qaytmasa, bularni Allohdan qaytsin. Hamisha farzandlarini rohatini ko'rsin. Hammang sog' salomat yurgaysizlar. Oilalaringizga tinchlik, totuvlik, sog'lik, salomatlik tilayman hammangizga. Hammangizni xonadoningizda shunday yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, yosh to'ylar bo'lsin. Evvelen başlardan rahmet olurdu. Şunday etkenleriniz için hamisha shunday yaxshi günlerden başlarınız çıkmasın. Sizlarga katta rahmet. Rahmat. Tilayda Bey, sen için yanında gittik oynayımız payıqili. Oynayımız şimdi. Nagihat.net Lebinde bal çeşme Ne bela bu çeşme Lebinde bal çeşme Ne bela bu çeşme Yalvarır yüreğim Getemem derdi çeşme Yalvarır yüreğim Getemem derdi çeşme Çalıma 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 sal Eserim ellerim alma sal Yüzleri kaşları kapma kara Atmadı yüzleri kalma sal Çalıma 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 sal Eserim ellerim alma
sen. Güzel kaşları kapkara, akmadı yüzleri kanımıza. Uyanmayıp kızmalı, kocamızsan kanlı. Uyanmayıp kızmalı, kocamızsan kanlı. Mezhep bilirsen eser, her dal bilen havara. Mezhep bilirsen eser, her dal bilen havara. Canım 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 sen, eserimleri ağlamazsan. Güzel kaşları kapkara, akmadı yüzleri kanımızdan. Canım 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 sen, eserimleri ağlamazsan. Güzel kaşları kapkara, akmadı yüzleri kanımızdan. Şekermiya esersen, sana bir nezersen. Şekermiya esersen, sana bir nezersen. Yasan sen yılma, sensin diyen güzelsen. Yasan sen yılma, sensin diyen güzelsen. Sensin diyen güzelsen. Canlımı canlımsan, elleri balımsan. Kaşların kapkara, yüzleri kallımsan. Canlımı canlımsan, elleri balımsan. Kaşların kapkara, yüzleri kallımsan.
Senin için sildim bir görüşte. Zamanın geçirilmiş işte. Görme gelelim ben şu yaşaşa. Nasıldım başkaça. Bir nasip geçen eyledeler. Şunu izinde yüzmezdim bana. Yüzüm akar yüz kaşı bakara. Bu şiray nedeler. Şabat Mehradabad Cama Hoşagında Lezzet Kafede Baxtlaylan baxtlı günlerini guvohi bo'ldik. Faxriddin og'amizga gap hoşakamiz Alloh taolodan chiroyli umr va mazmunli hayot tilab qolamiz. Bugun bera bir o'zim kelganlarim yo'q. Yana bir bor aytib o'taman. Sizni komandangizdan Novlobod aytadilar, ishga biz hozir javob beraman. Bizning komandamizda inoq xabaringiz bilan esbasa Shavat Sadiya dekorni toza yangi oldi. Bu narsani xudosini esbasa tez arada biz Instagram profillarimizga va ijtimoiy tarmoqlarga o'rnatamiz. Shavat Sadiya dekorlarda faqatgina dekoratsiya emas, uni yo'llarda nima deydi? Eshikizlarda galiga bo'lmasa sahna bezaklari, eshikizlarning bezaklari va oyiq polvonlar boyinsadan chiqarish uchun oyiq kerak, oyiq kerak, do'lingizga oyiq kerak. Hamma narsasi u narsada mo'jal. Bizda pastda telefon raqamlarini qo'yganmiz, yana qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda bitta shior bor, faqat yaxshilikka bir qadam shior ostida oilangiz yaxshilar bo'lsa, xursand bo'lamiz. Yana bir bor hammangiz omad tilab qolasiz. Sizlar bilan nasib etsa Xudo qalasa keyingi tabriklarimizni diydoriga ko'rishguncha salomat bo'ling. Shavat Sadiya Dekor ishlarini omad tilab qolamiz. Har bir kuningiz bayram, har bir kuningiz to'y bo'lsin.